o'qiysan, izlanasan, qidirasan, topasan. Bu Cordyceps'ni 1 kilosi $120 ming turadi. Bay. Eng qimmat qo'ziqorin desa ham bo'ladi. Bu haqiqiy darmondori. Bizlar O'zbekistonning bolalarini, O'zbekiston insonlarini hech qachon ximikatga qaram qildirib qo'ymaymiz. Baraka top. Izlanamiz. Buni mana shu immunitet ko'taruvchi dorilar tayyorlayverasan. Asosan bu onkologiya kasalliklarida ko'p ishlatilar ekan. Bu o'sha tog'larda, qaram uchun Gimalay tog'larida eng cho'qqisida bo'lar ekan. Bu xuddi qurtga o'xshab yerda tagida qimirlab yurar ekan. Buni bir donasini o'zi qancha qarab shifoda odamlarga uchun. Buni mana shu holatda tayyorlagandan keyin bo'ladi. Ko'p maydalar bormi? O'sha yeyishni o'zi asalda erib ketadi o'zi aslida bu. Asalari suti immunitet hujayralarini haqiqiy harakatga keltiradi. Farzandsizlikda, quvvatsizlikda, tez shamollashlarda. Bismillah. Bu 10 gram qo'shiladi, bir dona Cordyceps bilan. Bu juda ham foyda. Mana bu xurmo changini haqiqiy originali bo'ladi mana. Uchun. Ko'p odamlarcha buni farqiga bormaydi. Xurmo changida o'sha erkak kishida bor vitamin bo'lar ekan. Qarang. Buni bizlar ko'p ahli ilmlardan eshitdik. Original tozalarini topamiz. Bularga shunday asalda 200 gram holatda qo'shasan. Ko'p qo'shilmaydi. Buni qo'shib, bu immunitet past bolalarda immunitetini millionga olib chiqadi bularda. Mana shu holatda tayyorlanadi. 50 dastazali asalimiz bilan yaxshilab qorishtiramiz. Buni tayyor holatda ham xudo xolasa sotuvga chiqaramiz. Farzandsizlikda, quvvatsizlikda, imkoniyatsizlikda, bolajonlarda, shamollashlarda tez kasal bo'layotganlarga tayyorlab beramiz aka. Bu Cordyceps haqiqiy immunitetni eng 0 dan 100 gacha olib chiqib beradigan haqiqiy qishda qurt deyiladi, yozda haqiqiy darmondori dedi. Bir choy qoshiq mana. Bismillah. Bularni yeyapsan, baraka top, immuniteting millionga chiqib, ikki beting qip-qizil bo'lib yurasan. Bularda foydasini yana ham kelganda tushuntirib ber. O'zi ko'p odamlarda qo'lida telefon bor. Cordyceps nimaga foyda deb o'qisa bo'ladi. Bularni top kelyapmiz. Bu arzon narsa emas ekan. 1 kilosi 120 ming bu hazlakan pul emas. Lekin buni foydasi millionga teng, milliardga teng. Nafas yo'llari, astmatiklarga, kuchli onkologiyadan keyingi betoblikni tiklanish jarayoniga, kuchli kimyoterapiyalardan keyin 5 yillab, 10 yillab mana shu zurriyotsiz qiynalayotganlarga, yoshlarga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bir choy qoshiqdan 20-30 kun reabilitatsiyani holatda iste'mol qilasiz. Mana shu sizga haqiqiy darmondori bo'ladi. Butun taningizdagi nerv tolalarizni shamollashigacha chiqarib tashlaydi. Bu Cordyceps haqiqiy siz bilan bizga Xudo tomonidan berilgan ne'mat. Faqat harakat qilish kerak, iste'mol qilish kerak, halol narsalar kerak. Bizni yosh bolalarimiz haqiqiy tabiiy narsalarni yeb O'zbekistonga chempion bo'lib, mana shu yurtimiz dovrug'ini dunyolarga tanitish kerak. Bu uchun ximikat dorilarga biz yo'l berib qo'ymaymiz. Tabiiy mahsulotlarni doim kontent qilamiz, ilinamiz. Kuzatib boring. Bu originali faqat master sug'ofruktida bo'ladi. Yana mana target yoqib ko'p videolarni tarqatishadimi uchun. Ularchi ichiga endi bir narsalarni aralashtirib beryapti. Eng zo'rini olmoqchi bo'lsangiz, faqat bizlarning o'zimizga murojaat qiling. Qatortol optik bozor 9-10-do'konga keling yoki telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Telegramdan aloqaga chiqing. Mana bu vulqonni ko'p reklama qilib 200 gram ishda bularni original holati 550 ming so'mdan 1 kilo shisha idishlarda bo'ladi. Mana bu bugungi tayyorlaganimiz agar mabodo u kimga kerak bo'lib qolsa, uchun bemalol aloqaga chiqsa, chiroyli holatda ko'zini oldida tayyorlab beramiz. Mana shu tashrif buyursalar, ozgina kutib tursalar, ko'zlarini oldida tayyorlab beramiz. 1 dona Cordyceps 10 gram ari suti, 200 gram asalga 50 gram xurmo changi bilan qilib beramiz. 1 oylik kurs. Mana shuni yeysiz. Kechalari uyqungizda orom, mehnatingiz halol, ishingizda jasorat, jur'at har doim siz ravnaqingiz topishingiz uchun yordamchi bo'ladi, Xudo xolisa. Baraka to'g'ri, yaxshi narsalarni ulash kelganda chiroyli holatda kutib ol. Inshaalloh xalq hamma sendan minnatdor. Bundan buyog'i ham yana harakat qil. Yana oxirgi bitta videomizcha bir kun uchun kommentariyasini o'qib chiqdim xurmolarda. Ishonsang bir 200 tadan oshiq odam hammasi Alloh rozi bo'lsin deyapti. Hammamizdan rozi bo'lsin. Chunki o'shalarning o'zidan Alloh rozi bo'lishligi uchun ularni ko'ngidan o'tganda. Keyin negativ yozayotganlargacha uchun o'zi o'sha negativ yozayotganlar aslida musulmon odamlarda ko'ra olmaydimi bilmayman. O'zi bitta narsani bir olib kelib bir oldin xalqqa yetqiz, keyin gapir. Qo'rqoq oldin mush ko'taradi. Albatta, qo'rqoq oldin mush ko'taradi. Ular hali ko'p narsani aqli yetmaydi, shuning uchun negativ yozadi. Aqli yetsa kelsin, ko'rsin. Bizlarda yolg'on boshqa bo'lmaydi. Mana bu holatda chiroyli shaklda Umidjon baraka topsin tayyorlab beradi. Xudo xolisa. Olib mazza qilib shifo bo'lsin. Rahmat.